Bu endi neobычный kamera necha pul turadi aka? Hop, bu kameralarimiz Popdagilar guruchlar davom etmayapti, alangaga olyapti. O'zimizning qo'shnimiz Jahongir kamerachi akamiz yonimizga keldilar. Endi aka mana shu qalmoqni nimaga almashtiradigan bo'lyapsiz aka? mana bu qalmoqda xudo xolasa chiroyli ajoyib kameramiz bor, o'sha kameraga almashtiramiz. Bo'ldi aka, bitta ko'rsating endi. Bo'ldi. Aka endi bizga ataganingiz qaysi? Mana shu kamera sizlarga bo'ladi. Yo'q aka, neobычный kamera. Shunaqa, sal o'zgacharog'idan. Xususiyatlari nima aka endi buni? Hop, bu uni xususiyatlari sim kartaga ishlaydi. 3 megapiksel linza bilan qoplangan. Hop, 6 kundan 7 kungacha bo'lgan batareykasi bor. 7 kunga yetaveradi. Sim karta va chipga yozadi. Aka, rosa kerakli-da bu uyga, bilasizmi? Hozirgi paytda bunaqa kameraga ehtiyoj tug'ilyapti aka. Kamerani qo'ygan odam effektini sezadi, qo'ymagan odam sezmaydi. Mana aka, kameramiz o'ta ixcham. Mana Aziz brendidan bo'ladi. Hop, bu tomonda mana bu tomonni yoqadigan, hop restarti, hop normalniy vaqtini to'g'rilaydigan. Hop, bu tomoniga sim karta tushadi, bu tomoniga chip tushadi. Mana bu tomondan zaryad qildiriladi. Hop, buni o'ng tepa tomonda kolonkasi bo'ladi va mikrofoni bo'ladi. Nashni videoni черный bela oladi, kunduzi svetni oladi. 3 megapiksel linza bilan qoplangan. Zo'r aka, vahshiy zo'r narsa ekan. Hop, buni eng yana bir qiziqarli tomoni, buni mana bundoq qilib o'rnatasizda, o'rnatganingizdan keyin ukam hop, bu tomonni to'g'rilab turib, любой mana temirga o'rnatib ketsangiz bo'laveradi mana. Agar u joy yoqmaydigan bo'lsa, bunaqa joylarga o'rnatib qo'ysangiz ham bo'laveradi bemalol. Zo'r aka, vahshiy dahshat ekan. Aka, bu endi neobычный kamera necha pul turadi aka? Hop, bu kameralarimiz odatda 80-85 dollardan sotardik. Hozirgi mahallada 75 dollardan sotyapmiz. Popdagilar endi mana shu kamerani nimaga almashtiramiz? Kommentariyga o'zingizlar yozib ketinglar yoki darrakka aloqaga chiqinglar. Aka, mana qalmoq, rozi bo'lasiz endi. Rahmat sizlarga ham. Yaxshi kunlarga ishlating, dam olishingiz eng zo'r narsa oldingiz aka. Rahmat sizlarga ham. Hop, Popdagilar kimga kamera bo'yicha, uyga kamera o'rnatish bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Eng zo'ri Popda bilaverasizlar endi.